Kechagina bitta akam telefon qilib, "Aka, tog'damisiz?" deydi. "Yo'q, ishdaman, ishlashim kerak" dedim. Mana endi tog'ga ketyapman. Demak, har safar tog'da chiqaverasiz, juda ko'p chiqasiz deyishadi. Bunga sabab bor. Sabab mani onam. Onam yaxshi ko'radilar. Toza havoni, tog'ni. Ya'ni changni yomon ko'radilar. Changda allergiyalari bor. Chang havo bo'ldi deguncha harakat qilamiz. O'sha sanatoriyami, dachami olib chiqamiz. Mana kechagina kursdoshlari bilan ketishuvdi. Hozir olib kelgani ketyapman. Ham qarang atrofi go'zalligini. Vobshe chiroyli, qop-qop bo'lib turibdi. Onamni olib kelgani mana Qumsonga qarab yo'lga chiqdim. Xudo xolasa, ularning duoligi bilan yuribmiz-da, o'shaning uchun ularning ko'ngliga qarab, biz katta bo'lguncha neylik ularni ko'rishgan, barchamizning ota-onamiz to'g'rimi, o'zi bo'lmagan, o'z-o'zidan katta bo'lib qolmaganmiz. Endi bizning vazifamiz ota-onamizga yaxshi qarash. Onam xursand bo'lsalar, mana ishimda ham baraka bo'ladi. Onam